Assalomu alaykum obunachilar, hammanglarga xayrli kech. Bugun bo'yin qishuli krosheyda sizlarga воротник yasashni ko'rsataman, ya'ni galstuk. Uning uchun bizga kerak bo'ladi 6-7 oylik bolajonlarimiz uchun dastro'molcha, erkaklarimizni dastro'molchasi. Agar 1-2 yoshli kattaroq bolalarimiz bo'ladigan bo'lsa, erkaklarimizni chipeshona bog'imizni qilishimiz ham mumkin. Faqat e'tibor berasizlar, kraxmali ketilingan, yuvib chaylingan. Dazmol qilish shart emas. Dazmolda yana ham qattiq bo'lib qoladi. Yuvilgandan keyin, quritilgandan keyin men hozir 6-7 oylik bolalarimizga yasash ko'rsatyapman. Dastro'molchani olasizlar, o'rtasidan buklaniladi. Buklangandan keyin mana bu choki ichkariga qarab buklaniladi. Buklangan sohamizga oddiygina paxtamiz, 6-7 oyligimizga shu paxtamiz ham yetadi, lekin 1-2 yoshli bolalarimizga buni hajmini ko'paytiramiz. Mana shu hajmni salgina yoyib olamiz. Yoyib olgan paxtamizni mana bu choki ichkariga bukilgan joyga qo'yamiz. Va mana shu uslubda qattiq, ya'ni paxtanglar bir xil o'lchamda, ya'ni bir xil me'yorda tushishi kerak. Bir tomoni qalin, bir tomoni yupqa emas. Ketirilyapti. Qattiq tortib qilasizlar. Paxtalarning hajmi ko'proq bo'lsa, katta yoshli bolalarimizning bo'yin hajmiga mos tushadi. Peshona bog'inglar ham kattaroq bo'lishi kerak. Unaqa bolalarda buklangandan keyin bu uslubni bolani massaj olgandan keyin yoki bo'lmasa massaj sohasiga borib massaj olingan jarayongacha bolalarda qo'llasanglar bo'ladi. Mana shu uslubda tikib chiqishinglar mumkin bir-biriga. Yoki bo'lmasa boylab olib tashlagandan keyin yoyilib qolsa, yana xuddi shunaqa uslubda qilasizlar-da. Farzandinglarni misol uchun o'ng tomonga ko'proq qarayapti, chap tomonga qaramayapti. Endi o'ng tomonga ko'proq qarayotgan tomoniga bola deb hisoblaydigan bo'lsak, o'ng tomonga qarayotgan tomoniga bu qattiq tomonni qilasizlar-da. Bir uchini bo'yin tomoniga emas, onajonlar, bo'yindan sal buyroq tomonga qochirib boylaymiz. Yengil qilamiz boylamini. Va katta bolalarimizda ham, chaqaloqlarimizda ham ikkita barmoq kirish kerak. Qo'li. Bu bo'g'ilib qolishi oldini oladi. Qon oqimi bosh miyasiga ham yaxshi yetib borishini ta'minlaydi. Agar buni qattiq siqib, yaxshi bo'lib qolsin deydigan bo'lsanglar, qon oqimini siqib qo'yasiz, ya'ni kislorod yaxshi yetib bormasligi mumkin. Va bu usulda boylaganingizdan keyin farzandinglar uxlagan vaqtida yechib qo'yasizlar, emizayotgan vaqtida yechib qo'yasizlar, ovqatlantirayotgan vaqtida yechib qo'yasizlar. Faqatgina ko'tarib yurgan jarayoningizda yoki o'ynayotgan jarayonida emaklab ketgan bolalarimiz bo'ladigan bo'lsa, faqat nazoratinglar ostida bog'lamda turadi. Va bunga faqat bog'lanib qolishimiz kerak emas. Yana bir bor eslatma beryapman. Qachonki siz bolangizni bir tomonga qarash ko'payib, bir tomonga yaxshi qarolmayotgan vaqtida, bosh pachoq bo'layotgan vaqtida, uy sharoitida oldini olib turishingizga qilinadigan chora-tadbir. Lekin bu bilan yaxshi bo'lib ketadi. Keyin bir tomonga qarab emizaveraman deb, bir tomon mana shu bilan yaxshi bo'lib qoladi deyishmas. Har tomonda bir xil nazoratda ushlab turasizlar. Agar juda ham og'riqli bola umuman sog'lom tomondan emas, ya'ni og'riq tomonga qarolmaydigan jarayon bo'lsa, shifokor nazoratiga olib boringlar, tekshirtiringlar. Bu usulni qo'llayotganingizda bola uyg'oq holatda bo'lishi kerak. Hammanglarga xayrli kech. Keyingi videolarimizda nima haqida yozib qoldinglar. Inshaalloh sizlarga og'riqlar yengil qiladigan videolarni chiqarishda charchamaymiz. Hammanglarga yana bir bor xayrli kech. Ro'za Ramazon oylarini beziyon, beshikast, sog'lom tanda va immunitetlarimiz ko'tarilgan holatda nishonlab o'tkazishlik nasib qilsin. Hammanglar yana bir bor sog' bo'linglar.